Choras xonim bugun nima edi? Choras Gulum TikTok'dagi chaqirib bizlarni bir osh. Ulug'bek qani? Osh tayyor bo'ldi. Bu nima usulda bo'ladi endi bu? Choras bir tushuntirib ham berdi. Boshida mana boshladingiz, mana u ko'rsatmasi kategoriyani tabii yapmaya olayım. Operatorimiz şu operatorlardan bugün salatkamı tushuntirib bering endi bu pishirayotganingizni. Boshqacha usulda pishiraman dedingiz, shundan hayron qoldim. Qanaqa usulda ekan? Men go'sht olib birinchi turdan keyin go'sht. Keyin piyoz. Qanaqa osh bo'ladi keyin? Toshkentcha oshi. Yaxshi, lekin go'shtni ayamay soldi, bugun qo'ymay telefon qilib chaqirib kelinglar bitta osh qilaylik, shuni ana kanallaringga qo'yinglar deb endi o'zi ham qo'yar ekan. Ana qilmayapmanmi bir narsa, yana unaqa sovus qo'yib. Lekin ko'z tegmasin. Gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi ijodni yaxshi boshladilar. Ko'p odam maqtar ekan, sizni. Mutlaqo osh tarqatar ekanda, ammo osh qilar ekansiz, qo'shnilar yig'ilishib bir osh qildirib aytganlar ham bor ekan-da, shuni. Bor. Nima masalan, nima ziravorlarda nimalar qo'shash, ya'ni nimadir sir-sinoti bormi? Hammaning o'zining sir-sinoti bor, ota bormi? Mehr kerak faqat qo'y. Mehr? Yog' o'zida mehr qo'ydi. Qarang. Biladi. TikTok boshda Sharof xonim savollar beraman deganimda men uncha savol javobga yo'qman deb aytgan bitta narsasini aytdilar. Mendan so'ramang faqat. Nechta obunachim bor TikTokda aynan deb so'ramang dedi. Biz atayna so'raymiz. Chunki sirlarni ochadigan kanal. Endi mana qarangda, boya aytgan gapimizda tovuqdan qilamiz dedilaringiz. Endi opangiz ham katta oshpaz. Bu tovuqdan masalan shashlik qilishni hamma biladi-yu. Qanaqa yangicha usulda masalan nimalar yana bor? Manirovkasini ham, tomonlarini ham ko'rsatmoqchilar-da. Keyin boya narafdan kelayotganimiz hamma sizga qarab turib, Ulug'bek ukam degan bor, akam degan bor, shashlikchi degan avringiz ham, obro'yingiz ham oshgan ekan. Jazni mana maydalanadigan quturib pishiradigan manirovkangiz anisi bor ekan, ammo yo'lda ham gapirdi. Uni sirini ham aytasizmi? Sochni bo'ladi deb hamma gapirdi, chunki men boya u videoda ham bor. Videoda ham qo'yib ketamiz, hamma gapirdi. Osh olayapsizmi? Bulardan anosida bular rosanini shashlik sochni qilib pishiradi deb turib, jigarni ham sochni qilar ekansiz. Jazm jigarni sochni bo'lishini men bilmadim. Jigar chunki sochni qanday bo'lishi mumkin? Sochni bo'lmaydi. Chunki jigarning orasiga yog' qo'yiladi jigar. Ya'ni nimadir yana nimadir qilasizlar o'sha manirovkada nima qilasizlar? Sal kichkinagina sirni aytib o'tsangiz. Keyin o'sha videoda ko'rsatamiz. Videoda ko'rsatasizlar. Bu demak bu oshdan keyingi bo'ladi. Unda yana demak bir marta kelib ketishimiz kerak-da, to'g'rimi? Bo'ldi, taklif qilsangiz kelaverasiz albatta. Endi bitta iltimosman, meni ham bitta olib qo'ysangiz, men bunday gapirsam. Yurma. Do'stlar, mana o'tgan safargi baliqni pishirayotgan joyda remontli ishlar ketgan ekan. Keldik, Choras xonimni taklif qilganda osh pishirib beraman degan joyga keldik. Ulug'bek ukasi ham yanagi safarga yana taklif qilyapti. Kelganlaringizda shashlikni, masalan, kelayotganimiz yo'lda o'sha videolar ham bo'ladi. Ko'plar gapirgan joyi bor. Jazni ham, jigarni ham. Endi biz bilamiz, jigarning orasiga masalan, jazda ham orasiga yog' qo'yiladi. Sochni bo'lishi uchun bular yana nimadir qo'shar ekan. O'zidan so'radik, aytdi. Yanagi safarga buni ko'rsatib o'tamiz. Do'stlar, bu safar hozir mana endi oshni pishgandan keyin yanagi safarga ham xuddi shu nasib qilsa keltirib Choras xonim qo'ldan va Ulug'bek ukasining qo'lidan bir yeb ko'ramiz shashlikni. Qara, shu joyda mana shu joyda Ulug'bek o'zidan ham bir so'raymiz, ya'ni gap qochmasin. Qancha vaqtda kelamiz? Kelamiz emas, biz vaqtimiz bo'lsa kelamiz. Endi siz taklifingiz qara. Bo'ldi. Shu gap. Do'stlar, bir narsa kommentariyada aytib o'tingizlar. Lekin o'tgan safar mana shu joy, mana baliq pishirgan joy. Esingizda bo'lsa, bu endi remont ketayotgan ekan. Remont mana joyi Azimaga bizga stol ham
berganlar. Bu yerda qozon. Gapni ochiq, bundan oldimizga xalades chiqardilar. Xalades ta'mini ko'ring deb, xalades ta'mini ham ko'rdik. Bir xaladesga bir qanaqadir ziravorliklar solishgan. Xalades bir tushunmaslik, qanday aytsam-ki, bir tushunib bo'lmaydigan ta'mda-da. Anoda choras bir narsani so'ramoqchi edim. Qarang. Hozir chiqarib bergan xalades yedik-ku. Unga mana yoqqa turinglar. Nima ziravorlikka solgansiz? Nimaga bunaqa bir tushuntirib bo'lmaydigan bir ta'mda-da xalades. Nimalar qo'shilgan bu yerga? Xalades o'zi hamma biladi, bitta narsadan xalades qilinadi. Yo, bu boshqacha, biz uyda xalades qilamiz, zelim-pelim qo'shamiz, anaqa tammasda. Hech kim bilmaydi, hech kim bilmaydi, hech kim. Mehr faqat. Hamma Hech kim taomga, bilmaydi. ovqatga, hammasi mehr. O'sha mehr. Yo, lekin bu yerda bilasizmi, bir qanaqadir zelindan tashqari pripravalar. Uni ham bir marta kelamiz, demak tayyorlashini ko'rsatasiz. Oshga ham boya uydan olib chiqib ziravor sovardim. Ko'rsatmadingiz lekin. Shu joyi bor, boyagi uydan olib chiqib tashlagan narsalarni biz ko'rmadik. Nimaga deb so'rab o'tirmaymiz demaga aytmaysiz. Etilmaydi bu. Ota-bobomizdan qolgan sir deyapsiz. Hamma joyda shunaqa gap. Ota-bobomizdan qolgan sir deyiladi. Mana shu joyga keldik. Choras xonim, buni hozir yomon qiziqarli qilyapti, chunki bir narsaga hayronman, go'shtni chiqarib oldilar. Yangicha usulmi bu? Toshkentcha usuli. Toshkentcha usul. Mana bunaqa guruchni ikkinchi marta dimlayapman. Guruchni Bunaqa guruchni dimlamaganman. guruchni ikkinchi marta dimlayapsiz. Qaraqa guruchda endi bu? Nima edi? Alangamidi, alanga bo'lsa kerak u. Bundan keyin alohida go'shtni qilib turganda alohidani qilasiz-da. Suv tortgandan keyin dimlab qo'yamiz, hammasini bitta qo'shib. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Gapni ochig'i bunaqa oshni birinchi marta ko'rishimiz. Sabzi kam oshim. Sabzini 2 kilo sabziga 3 kilo guruch solib yarishdi. Yo'q, Necha kilo edi guruch? 2 kilo. 2 kilo guruch. Endi gapni ochiq Choras xonim qilganda, o'zi chaqirganda ehsonni qilib qo'shnilarga ham tarqatamiz deb guruchni anasini olganda mo'ljalini olibdi-yu, anasini olmagan ekan, sabzni mo'ljalini. Sabz sal 2 kilodan kamidi yo'q, adashmasam, ko'zimda, lekin 2 kilo deyapsiz, 2 kilodan sal kamroq o'xshab qoldi. Endi men tarozini uncha tushunmayman. Go'shtlarni naryoqqa olishdi, katta-kattasi ichida qoldi, tagida. Kichkina-kichkinani oldi. Nimani? Yoqadigan uni naryoqqa go'shtni bu yoqqa chiqarib olishdi. Katta go'shtlar ichida qoldi. Endi biz faqat kuzatuvchi, biz albatta aql beruvchi emasmiz. Kachagara o'zlari bo'ldi. O'zi shunaqa boshdan shunaqa bo'ladi-ku, boshda kachagaraga biz qilib turib keyin chekkaga o'tib oldik. Chunki nimaga o'tib olganimni yarashasini ham aytaman. O'zi ham mana isbot turibdi. Ko'p yoqyapsiz, ko'p tashlayapsiz. Olov ko'payib ketdi degancha men keyin to'xtay oshpaz har Olovi sabzimni yeb qo'ydi. Olovi sabzni yeb qo'ygan ekan. Endi biz o'rganganimizda, biz osh qilganimizda bir tagini chiroyli qilib turib bitta yoqib olamiz, zirvakni qaynatib olgandan keyin olovni tagini past qilamiz-da. Deyak boshqacha qilar ekan. Men qilay, ovqatni pishiray, sizlar yeb ko'ringlar deganda suvi bor. Sekin yig'ib bor. Boshqacha pishirar ekan uyda, lekin bir tomoni borki, pishirganda hammaga tarqatar ekanda, hamma bunaqa oshni yemabmiz ekan, lekin hidi zo'r. Men bir narsaga hayronman, lekin go'shtni yarmini chiqarib oldilar. Go'sht nima, faqat yeriga qoldi pastda. Nimaga u go'sht kuyib ketmaydimi? Hamma joyiga go'sht qoldirsangiz, guruch pishmay qolishi mumkin. Go'sht pishmay qolishi mumkin. Oralar, именно mana shu o'rtada qolib ketadi go'sht. Shuni nimaga endi ana boyaga katta go'shtlarni olib kichkina u yetimmi u? To'g'ri qilib. Endi hazillashib ham qo'yamiz, hazillashaylik bir singlimiz. Mana pishi, lekin hidi вообще olamni oldi. Hozir mana yerda orqadan tarelkalarni ham
Ehsonnikini tayyorlab qo'ygan shunga solish uchun, lekin osh chiroyli pishyapti. Pishish gap bo'lishi mumkin emas, lekin ana go'shtlar tayyor bo'lgan go'sht. Buni keyin yana qaytarib solasizmi? Solinadi, dimlanadi birga. Birgalikda dimlanadi. Mana buni yig'ib olgandan keyin Bedana tuxumlar ham bor ekan. Uni ham soladi. Hozir bo'lmaymi? Bedana tuxum ustiga solinadi-da unda. Yo'q, bezatishga u. Bezatishga. U bezovchi bo'ladi-da sizda. Zira-pira Men ana ustiga solmayman. Zirvakka qo'shaman, qovuraman zirvak bilan. Maydalangan. Maydalangan ustiga faqat Zirvak. zirvakka. Gapni ochig'i do'stlar, boya mana o'tinni qolganini sumkaga soldirib, bu o'tinni buncha solmanglar deb, o'tinni tagini yonishini qarang. O'tin mayli. Bizni hozir bitta apparaturani zaryadkasi o'tirdi. Og'aynimiz ketdi apparaturani zaryadkaga qo'yishga. Hozir oddiy telefondan ustida olyapmiz. Qani, nima ekan? To'y uni zaryadkaga qo'ydi. Zaryadka so'ydi. Mana ko'rsatyapti, apparatur zaryadkasi o'tirishsa, olib kelib ko'rsatyapti, zaryadkasi o'tiryapti. Nima qilasan, ko'rsat. Gap bo'lishi mumkin emas. Nima savollarimiz bo'lishi mumkin yana bu joyda? Savol ham yo'qda, bir savol beraylik. Ataylar shuncha bir daftar savol bilan keldik. Cho'roz xonim yoniga kelib, savol ham topa olmay qoldik. Gapni ochig'i, sarana bo'larkan, oldindan bir tayyorgarlik qilib kelardik. Kitob uyda qolib ketdi. Suv tugadi. Uy bo'ladi, doktor berdi. Ha. Cho'roz xonimning jiyanchalari ham yugurib kelyapti. Nima bo'ldi? Yaxshi, lekin bir tomoniki, men bir narsaga hayron qolganim, u go'sht narxda qoldi, katta ikkita kusok go'shtni ichida qoldirdi. Bu Cho'roz xonimni o'zi asli singlisi ham eng katta TikTokerlardan bittasi Pari xonim ham bu yerda endi. O'zini olamizmi, olmaymizmi bilmadimmi? Pari, bitta sizda gapim bor. Kelingda. Olmang deyapti. Siz mayli yuzingizni olmaymiz, chunki hozir xo'jayini turmush qurgandan keyin TikTokka chiqishga ruxsat bermagan ekan. Necha yil TikTokda o'tirdingiz? 3 yilda yopdingiz. Podpishingiz qancha edi? 5000. Nimaga chiqmay qo'ydingiz hozir? 5000 emas, turmushdan keyin yig'ishtirdingiz. Endi albatta turmush afzalda. U nima keragi bor, albatta. Yig'ishtirdingiz Instagramni ham, TikTokni ham, YouTube'ni ham. Ko'z tegmasin. Opangizning oshini kuniga pishirganda yeysiz uyda. Yaxshi pishiradimi o'zi? To'shni. Shefbor eshitdik, hamma hozir maqtab Cho'roz xonim pishirayotgan ekan. Ha? Bu yoqqa kelib, sen yuzingni olamisan, erkaksan, ukasi mana. Bu yoqqa o't. Ha, seni olamiz mayli. Ha, yaxshi. Ko'z tegmasin lekin. Rostani shuvoqchiga o'xshab shuvoding lekin borku oshni. Men gapni ochig'i o'tgan safar Cho'roz aytganda, men bir osh qilaman, sizlarni chaqiraman, kelasizlar deganda, biz sal o'ylanib qolgandik. Teshikka cho'pimiz yo'q. Qanday bo'lar ekan? Boshqa ketmasin, sekin yeyarsan. Siz vaqti Pari chiqib ketdingiz-a? Oradan. Yaxshi, ko'z tegmas. Xo'jayin ruxsat bermayapti-da. Ha, shunaqa bo'lishi kerak albatta. Xo'jayin ruxsat bermagandan keyin o'tirishning hojati yo'q. Nimadir qilyapti Cho'roz xonim shu. Atayna qarab o'tiribdi, nima bo'lar ekan bu? Buyog'i deb. Osh. Yo'q, go'sht bor-da u yoqda. Go'shtni ustiga bos. Buchiklaringiz ham bor ekan mahallada, hozir mahallada. O'tgan safar baliq pishirgan joyimizda remont ketyapti. Domashniy kirsa, ukalarim edi. Uzoqdan tasha o'tiribdi. Hech gap. Men internet arasiga chiqmayman degan bol uzoqdan gapiryapti. Men lekin atayni olyapman, aytib qo'ying. Olyapman. Gapirganni olaman dedim-ku. Faqat parini ola olmayapmiz, chunki ruxsat bermagan xo'jayinlari o'zlariga ruxsat bermagan ekan, bizning haqqimiz yo'q olishga. Bu kartoshka qovur ana nima edi? Qozon ko'p bo'lib ketdi-ku. Yaxshi lekin.
qozon kabob yangicha. Laganni qara, parini lagan ushlab turganini qarang deydi. Voy, laganni kattaligi qozondan katta, bunaqa ustiga ushladi. Mana qozondan katta lagan. Yaxshi, Charos xonim biladi. Nima qilishni? Suyama qo'yish kerak. Bak, unda qo'yganim. Men bunday turay. Ko'p qilib turadimi uyda oshni Barixonim? Opangiz oshi yaxshi chiqadimi? Nomeradin chiqadi, nomeradin. Faqat uka gapirmasa-da, men endi opadan so'rayapmiz. Hozir kuyov kelgan bo'lsa, kuyovdan so'rardik. Men biz shuncha yo'ldan hozir taklif qilib turib, aro qilishdi endi. Bunga olib chiqmadik biz. Shu bilan qarachi. Lagan ham katta ekan, bu polni qozonni yopyapti lagan. Oho! Endi bu yoqqa o'ting, sizdan bitta intervyu olaylik-da deydi. Yo'qda kuyov ham qo'ymayapti intervyu olishga. Charos qolindi. Endi qaytaylik endi. Endi gapni ochaman, ukasidan intervyu olamiz. Keling, bu yoqqa keling chiqani. Keling. Bitta sizdan intervyu olaylik. Qani? Assalomu alaykum. Avvalambor, sal orqaga turing-da, iltimos sizdan. Avvalambor assalomu alaykum. Bu Ulug'bekjon. O'zi ham TikTokda, YouTube'da, Instagramda yuradigan bolalardan. Opangiz oshini tayyorlaganda yeb ko'rgansizmi? Yomon zo'r pishar ekan deb hamma maqtaydi. Biz ham mana masalan bugun endi mehmon bo'lib keldik-da. Gapni ochig'i, oshni pishishida bitta tomon tushunmadik-da. Go'shtni yarmini qozondan olib qo'yar ekan. Nimaga? Shiri, nimani shiri? Siz faqat pishganini yeb ko'rgansiz-da. Qolganiga qaramagansiz. Endi albatta bu Ulug'bek bilan o'zimiz ko'p hazillashtiramiz, chunki bu Ulug'bekni ham hozir TikTokda ancha obunachisi bor. Birgalikda ko'p masalan qurtam qilib ko'rganmiz, osh ham qilib ko'rganmiz. Chaqirganlariga mutanosibga keltirib oshni ko'rdik. Albatta taklif qilib turib chaqirishdi. Osh bo'ladi. Dog'iz kengsi shashlik qilamiz. Shashlik ham o'zimiz manirovka qilib o'zimiz pishiramiz. Shu joylarni ham ko'rsa, men hozir mana bunisi abordovani o'tirgan, buni olyapman-da, yaqinroq turib qolyapti. Bundan keyin shashlikka. Nima shashlik? Tovuqli qilamiz. Manirovkalarni o'zimiz qilamiz. Tovuqni hamma biladi-ku, boshqacha usuli bormi tayyorlashni? Boshqa usullari bor. Masalan, Endi keyin ko'rasiz-ku o'shanda. ha, sir sinatlan ko'rsatmoqchisizlar. Bo'ldi. Bu yoqdan